O'zlari hozirgi o'sha qilgan suyam joyimizda hatto g'unojin ham chiqibdi chera nimamizga. Mana umumiy orqa ko'rinishlari, bizning mol umumiy ko'rinishlarini ko'ringlar. Angus paroda. O'sh Чистый Европа. Европейский nima deyaptilar egalari. Umumiy ko'rinishlari mol semizligi, badani. Umumiy ko'rinishi Farhod aka. Bu nimasi qanday bo'lyapti? Bu ta'riflangan bunaqa? Bu aka 6 to'yli gusalar. Gusala ekan bu. Gusalar. Ism shariflari Angus ekan. Angus Yevropadan kelgan. Mana ko'rinishdan oyoqlariga e'tibor beringlar, oyoqlariga. Oyoqlari ham kalta po'cha bo'lsa ham chiroyli narsada. Olib boqishga ham bo'ladi, yana olib zotga olaman, ko'paytiraman deyotganlarga ham bo'ladi. Oltoyli go'salar, bu 1 yoshgacha kim qancha narsa qilib ketadi. Buni puli qancha aka? 22 million deymiz, kelishaylik joyi bu. Buni 22 million baho aytilyapti, savdosi bu. Oladigan ishqibozlari. Kelasizlar, telefon raqamlarini qo'yamiz. Telefon orqali savdolashingizdan bo'ladi onlayn. Yo biza kelib ustiga savdolashingizdan bo'ladi. Shu vodiyda o'sha kanallardan chiqayotgan shunaqa Angus buqqa g'unojilarni ham narxi 23-24 deb ketgan, narx ko'tarib ketgan emasmi? O'zimiz sheri hozir chiqargan sigirimizni onasi ana bu 45 litr sut beryapti o'zi. Danvrema tuqqan. Nima tuqqan aka? Nar. Buqqacha tuqqan onasi ana o'sha sigirimizni. Yili narlarga e'tibor berasizlar. 1.60 buyi aytilyapti. Erta kechiga 45 litr sut beryapti. 3 mahalga. 3 mahalmi? 3 mahal ana bolachasi sementalana. Bolachasini ham ko'ringlar, bu uruqqa qo'yilgan mahkam bular. 2 kunlik ana beri Mana. jonbalar mana. Nasib bo'lsa shuni o'zi nar bachasi. Nar 2 kunlik o'zi $1000. Nar 2 kunlik. Qo'y Farhod aka, mana Bu tug'di 2 kun bo'ldi-da. qolgan joyga qo'shimcha bir gapiring deyman-da Farhod aka bu. Tushundim, nar 2 kunlik bo'ldi go'salasi jana aytmoqchiman. Bu qachasi semental, onasi 45 ta sutga. Oladigan ishqibozlari hozirgi nomerlarni qo'yamiz. Pullari o'zlaridan ketadi. Yaxshilab ushlangan, u ishchim. 3 oy 4 oydan keyin buni o'zi buqqachasini o'zi 25 millionga bo'ladi. Yarim puliga chiqib ketadi. Sizga narxasini Oladigan ishqibozlar hozir telefon raqamini aytamiz. Farhod aka. Navbat. Bu narxi qancha mana? Narxini ayting. 70 million. Buni taqalgan joy 70 million pul aytilyapti.